Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 13-mart Fobar savdo markazidan benzinli mototsikllarda yangi partiyalar keldi. Shularni tanishtirib o'tamiz. Narxlari, qanday yangiliklari bo'ldi, qaysi variantlardan keldi, hammasini tanishtirib o'tamiz. Kuzatib boringlar. Videoga bir like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib ketsangizlar bo'ladi. Mototsikllarimiz. Boshlasak, Uragan mototsikllardan boshlaymiz. Oldindan aytib qo'ysak, Uragan mototsikllarimiz zavod tomonidan 1 yil kafolatga ega. Xohlasangiz 5000 kilometr garantiya beradi. Bu agar mototsiklni uyda qo'yib, bir yerga ketaman, chet elga safarga ketaman desam, garantiyasi kuyib ketmaydi. 5000 kilometr yurmaguncha hech qanday garantiyasi kuymaydi. Uragan mototsikllarning afzallik tomonlaridan biri shu. O'zbekiston bo'yicha 1 yil garantiya beriladigan yagona mototsikl Uragan bo'ladi. Bularimiz Uraganlarimiz 1 tonna, 1,5 tonna, 2 tonnadan boshlab har xil variantlardan bor. 1 tonnalik mototsiklimiz 150lik motor bo'ladi. Воздушный охлаждение bo'ladi. Пониженелari bor. Narxlari 18,5 million so'm. 1,5 tonnaliklarimizni beramiz. 20 million so'mdan berib boshladik aksiyada. Chegirmaga tushgan bular ham. Uragan 2 tonnalik bo'ladi. Bort razmeri 220 ga 140 qo'sharama bo'ladi bu ham. Zadniy mostlar ham katta. 200lik motor, водяное охлаждение. Bularning narxlari hozirgi kunda chegirmaga tushib boshladi. Hozirgi kunda 25,5 million so'mdan o'z dastavkalar bilan qilib berib turibmiz. Naqd pulga bo'ladi savdolarimiz. Naqd pulga aytilib turgan narxlarimiz. Qo'sha balonlari bor Uraganning. Bularning bort razmeri eniga 140, uzuni 220 bo'ladi. Qo'sha balon, водяное охлаждение. 200lik motor bo'ladi bular ham. Bularimiz ham 30 million so'm sotilib turibdi. Hozirgi kunda 28 million so'mdan naqd pulga berib turibmiz. Bularning tank balonlari ham bor mana. Balonlari tank balon bo'ladi. Narxi bir xil, bular ham 28 million so'm, qo'sh balon bilan teng chiqadi narxi. Uraganlarda bir qator bo'lib, bu yerda Uragan Charvo bor. Uragan qo'yxona modeli. Buning ham motorlari 200lik bo'ladi, qo'sharama. Bort razmeri 220 ga 140 bo'ladi bu ham. Mol, qo'y tashiman deganlarga juda qulay variant. Bularımızın narxi hozir skidkada 26 million so'mga tushgan. Dastavkasi besplatni olib borib beramiz. Qunjilarimiz 250 kublik bo'ladi. 250 kub 2 tonna yuk ko'tarishga moslashgan. Xunjini ko'pchilik biladi, xunjini faqat haydaganlar biladi bu mototsiklni. Boshqa ko'pchilik narxi qimmat deb o'ylaydi, lekin sifat bilan solishtirgan vaqtida xunji arzon chiqadi. 250lik motor, bort razmeri 220 ga 140 bo'ladi bularnikidan. Bu yerdagi 3 xolam hozir shundan. Vilkalari 60lik, balonlari 550 ga 12 bo'ladi xunjilardagi. Bular hozir skidkada 27,5 million so'mdan berib turibmiz. Dastavkasi ichida aloqa chiqaverasizlar. Kavaloramiz 2026-yil hammasi, Uraganlarimiz ham 2026-yil hammasi yangi partiya. Bularimiz ham bort razmeri 220 ga 140 bo'ladi. 2 tonnalik mototsikl. Qo'sharama, o'zining Kavalo brendi ostidagi motorlari qo'yilgan bo'ladi. G'astatka mototsikllar emas, yangisini olaman deganlar bo'lsa, Fobar savdo markazina kelaverasizlar. Bularimizning narxini hozir 24 million so'mdan dastavkasi ichida qilib beramiz. Samasvali bor. Samasvallar ishlatib ko'rsatik. Samasval. Assalomu alaykum. Kavalo. Samasval olaman deganlarga ham nalichida borazizlar. Bularımızın narxini 26 million so'mdan qo'yib berdik. Samasval mototsikl hech qachon bunday narxda bo'lmagan. Keyin orqada kichkina mototsikllarimizni o'tamiz. Do'stlar, mototsikillarimiz soni cheklangan. 7-8 donasi bor. 200lik motor bo'ladi. Radiatorli bo'ladi. Водяное охлаждение. 22 million so'mgacha sotilgan. Hozirgi kunda 16,5 million so'mdan naqd pulga olib ketishingiz mumkin. Skidkaga tushgan. Xunjilarimiz, xunjini 2 metrga 140lik varianti, bular ham 1,5 tonnalik varianti.
Bulardan az skitkada 24,5 million so'mdan berib turibmiz. Kimga kerak bo'lsa, bunga da aloqa chiqaverasizlar, dastavka qilib beramiz. Dastavkasi ichida. Xunji 130 kublularimiz. Bu mototsikllarimiz ham 130 kub bo'ladi. Mana fanijinlari bor bo'ladi, radiatorli bo'ladi. Haydabirgarlar ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun ko'rsatib qo'yamiz. 130 kub. Ayollar ham haydashga qulay. Sidnesi tekis qilingan bo'ladi. Bu mototsikllarimiz ham 19 million so'mdan naqd pulga sotilgan. Hozirgi kunda skitkada 16,5 million so'mdan beriladi. Kimga kerak bo'lsa-sizlar, aloqa chiqaverasizlar bemalol. Bu narxda, bunday skitkada, bunday mototsikllar hech qachon bizning o'zimizda sotilmagan, boshqa yerda eshitmaganman. Tezroq olib qolaman deganlar bo'lsa, soni cheklangan aloqa chiqaverasizlar.